Bu odamlarni aldashingizga tavsiya etmayman, chunki bu insonlarni ichki yolg'on sezuvchi detektorlari mavjud. Qancha aldasangiz ham hammasi befoyda. Birinchi o'rinda 7 odamlar, 7-da, 16-da va 25-da va kun tug'ilgan 7 raqam ko'p bo'lsa, ularda ham shu energiya bor. Ularda ajoyib sezgi intuitsiyasi bor. Ular buni darhol aql bilan anglamasliklari mumkin, lekin tana darajasida juda tez his qiladilar. Ya'ni ular tez ma'lumot olishadi va darhol shu bu yerda ne tak deb, bir narsa bu yerda xato, noto'g'ri deb his qiladi. Ikkinchi o'rinda 2 odamlar, shu sanada tug'ilgan insonlar. 2-da, 11-da, 20-da va 29-da va kim tug'ilgan kunda 2 raqam ko'p bo'lsa, ularda ham shu energiya bor. Bu bizning empatlarimiz. Ular sizning ko'zlaringizga qarab haqiqatni ko'rishadi. Shuning uchun ularni aldashga jur'at etmang. Ular buni darhol his qilishadi. Sizga bu haqida aytmasliklari mumkin, lekin 100% his qilishadi. Bormi kontakt? Bor kontakt. O'zingiz haqingizda haqiqatni eshitishni xohlasangiz va o'zingizni qayerda aldayotganligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, menga sahifamga obuna bo'ling, uzoqlarda plus belgisini qoldiring. Men sizning tug'ilgan sanangiz bo'yicha individual razbor berdim.